Mana bugungi hozirgi kunda hammamizni oldimizda turgan mana shu koronavirus xavfi tufayli mahallamiz fuqarolarini xavfsizligini ta'minlash maqsadida Qo'qon shahar mana bosh sanitariya markazi tomonidan bizga xlor mahsulotlari yetkazib berilyapti. Shuni o'zimizni kuchimiz bilan har bir ko'p qavatli uylarning yo'laklariga, bolalar o'ynaydigan maydonchalarga, sport maydonchalarimizga, kirish yo'laklarimizga, podvallarga sepib, shu xavfsizligimizni ta'minlash maqsadida shularni dezinfeksiya ishlarini olib boryapmiz. Shuning uchun men hozirgi kunda hamma yurtdoshlarimizni, hamma fuqarolarimizni o'z uylarida qolishlarini, bolalarimizni, ayniqsa yosh avlodni ehtiyot qilishimizni va koronavirus bizga hech qanaqa xavf tug'dirmasligini aytib o'tmoqchi edim. Biz sizlar uchun ishga chiqdik. Men iltimos qilardim sizlarni uyda qolishlaringni.